Bugun biz sizlar bilan Amir Temur davridagi 1370 hamda 1405-yillardagi Registon maydoniga sayohat qilamiz. Bu davrda Registon hali bugungi kabi maydon emas, balki 6 ta ko'cha kesishgan gavjum chorraha va savdo markazi edi. Mirzo Ulug'bek 1409-1417-yilda Samarqandda hokimiyatga kelgach, Samarqandni ilm-fan markaziga aylantirishni reja qiladi. 1417-yil bozor buzilib, o'rniga g'arb tomonda Ulug'bek madrasasi qurilib boshlaydi. Sherdor madrasasi 1636-1636 yillarda 17 yil davomida qurilgan. Bu madrasa Yalangto'sh Bahodir tomonidan qurdirtirilgan. Bu madrasaning o'rnida oldin Ulug'bek xonaqohi sufiylar yig'iladigan joy bo'lgan. Lekin 1600-yillarga kelib bu xonaqoh qulab vayronaga aylangan edi. Yalangto'sh Bahodir o'sha vayrona o'rniga Sherdorni qurdirtirgan. Tillakori madrasasi esa 1646-1660 yillarda Yalangto'sh Bahodir tomonidan qurdirtirilgan.